katta yer kerakmi akalar? Bu variantimizni bitta ko'ringlar. Bunaqa variant hali qo'ymagandim. 17 sotu narxini 12.500 dollardan so'rashyapti. Yana eng zo'r tarafi bor-ku, fasad uzunligi 75 metr ekan. Ichkariga 22 metr bo'lyapti. Umumiy 17 sotu. Agar siz bu yerdan kottej yo teplitsa quradigan bo'lsangiz ham zo'r variant bo'ladi. Sababi fasad uzunligi 75 metr, ichkariga 22. Menimcha idealniy variant. Mahallasi ham tinch, elitniy mahalla. Egalarga pul srochniy ekan, o'shanga sotishga to'g'ri kelib qopti. Agar aka siz pulingiz bo'lsa, shu yerda olib, tejmi nimadir qurib foydalansangiz yaxshi variant bo'ladi-da. Sotiga 12.500 dollardan so'rashyapti. Arzimagan pul lekin. Endi lokatsiyasiga keladigan bo'lsa, solnechniy va ayni chas bo'ladi. Bu atrofda odamlar, qo'ni qo'shnilar hammasi yaxshi. Kottej quradigan bo'lsangiz ham yo boshqa bir narsaga foydalansangiz ham yaxshi imkoniyat bo'ladi. Yana bir o'zingiz o'ylab ko'ring aka. Agar bekor turgan pulingiz bo'lsa yoki bir biznes qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerni olib qo'ying aka. Yer turgan sari narxi oshadi, sizga foyda keltirib turadi. Qani endi yo tarafdan bitta mahallani ham ko'rsatamiz. Mahallani ko'ryapsizlar, bu yoq tarafini ko'rsataman. 22 metr bo'lyapti. Bu yoqqa besedkalar, bolalar maydonchasi ham qilib qo'yishibdi. Bu yoq mahallani ko'ryapsizlar. Pulingiz bo'lsa, shu yerda bosib oling. Yaxshi imkoniyat xudo xolasa